Bugungi davr shiddati, taraqqiyotning jadalligi yosh avlod tafakkuri va dunyoqarashi kengligida sezilmoqda. Hali maktabga chiqmagan bolaning sanashni, o'qish, yozishni, axborot texnologiyalarini o'zlashtirib olayotgani, tezkorlik bilan fikrlayotgani shundan dalolat beradi. Endi esa ularning salohiyati talabiga mos ravishda sifatli ta'lim-tarbiya berish, bu boradagi ishlab chiqilgan dasturlar bilan kifoyalanib qolmasdan, balki ularni muntazam yangilab, takomillashtirishni vaqtning o'zi taqozo etmoqda. Qarshi shahridagi 28-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining talqiniga ko'ra, maktabgacha ta'lim bolaning sog'lom, har tomonlama barkamol bo'lib ulg'ayishiga intilishini va bilim olishga dastlabki qiziqishni uyg'otadigan muhim bosqich hisoblanadi. Shu bois tarbiyalanuvchilarning bolaligidan dunyoqarashini shakllantirish, ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish hamda ma'naviyatini rivojlantirishda turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar va to'garaklarni o'rni beqiyos. Ta'lim-tarbiyaning ana shu muhim jihati esa bog'cha faoliyatining asosiy mezoni hisoblanadi. Bu tashkilotda mana 360 ta bola qamrov bo'lgan. Hozirgi kunda bularga tarbiyachilar o'zlarining bilim va ko'nikmalarini berib kelyaptilar. Bolalarga ta'lim-tarbiya berish uchun to'garaklar tashkil etilgan. Ingliz tili, rus tili, shaxmat, gimnastika to'garaklari. Bunda tarbiyachilar, pedagoglar hamda bolalar faol qatnashadilar. Qulay sharoitga ega bo'lgan tashkilotimizga suv havzalari bolalar uchun, shinamgina yotoqxonalar, alohida oshxonalar tashkil etilgan. Bundan hamma ota-onalar mamnun, tarbiyachilarimiz mamnun, bolalar juda ham xursand. Ma'lumki, yangi pedagogik texnologiyalarni amaliyotga qo'llanishi farzandlarimizni har jihatdan yetuk bo'lib ulg'ayishlariga xizmat qiladi. Shu bois mazkur muassasada namuna sifatida STEM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limda qo'llashning me'yoriy uslubiy asoslari mavzuida seminar tashkil etildi. Unda shahardagi barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlari, uslubchi tarbiyachilari, soha mutaxassislari ishtirok etdi. Dastlab seminarda maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, ilk qadam davlat dasturi bo'yicha ta'lim-tarbiya berish hamda STEM ta'lim texnologiyasining mazmun mohiyati va ahamiyati bo'yicha fikr-mulohazalar bildirildi. Xo'sh, STEM ta'lim texnologiyasi o'zi nima? Uning qanday afzallik jihatlari bor? STEM o'zi nima? STEM bu hozirgi ilg'or texnologiyalardan biri hisoblanadi. STEM o'zimda yoyadigan bo'lsak, inglizcha so'zlar beshligidan tashkil topgan. STEM ya'ni san'at, musiqa, iqtidorli muhandislik, teatr hammasini birlashtirgan holda bolajonlarimizga ta'lim beramiz. Shuni hozir biz yangi texnologiya va innovatsiyalar bilan yoritib bermoqchimiz. Afzallik jihatlari shundaki, bu tadbirimizni bolajonlarga oddiy masalan mavzuni shunchaki gapirsangiz tushunmaydi. Bolaga tasavvur shakllantiramiz, animatsiyalar ko'rinishda, bolalarga maketlar beriladi. Bolalar o'zi shuni yasab ko'radi, ixtiro qiladi. O'ylab topilgan muammoni hal qilish yo'llarini izlab topishadi va o'sha muammoga yechim topishadi. Seminarning ikkinchi qismida mazkur muassasada bolajonlarga STEM ta'lim texnologiyasi va milliy qadriyatlarimiz asosida zamonaviy ta'lim-tarbiya berish orqali ularni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ko'rgazmali tarzda namoyish etildi. Shuningdek, bog'chadagi to'garaklar faoliyati, bolajonlarga ta'lim-tarbiya berishdagi kerakli yondashuvlar ham badiiy musiqiy chiqishlarda o'z ifodasini topdi. Ayniqsa, tarbiyachilarning ijodkorligi, izlanuvchanligi, kasbiy mahorati tadbir mazmundorligini yanada oshirdi. Albatta, ta'lim-tarbiya rivojiga qaratilgan bunday sa'y-harakatlarida farzandlarimizni har tomonlama barkamol insonlar qilib ulg'aytirishdek ezgu maqsadlar mujassam.